she'r bo'lganda qanday, qo'shiq bo'lganda qanday farqini ko'rasizlar. Shamollar uyg'ondi barg hayajonda, hatto yer tagida uyg'ondi ilon. Dunyo ko'zlarini ochayotganda men ko'z yumayim onajon. Bu narsani masalan o'sha men Xitoy gripi degan grip chiqqanda temperaturam oshib, qo'l oyog'imni ham qimillata olmay, peshonamga qo'ngan bir pashshani quvishga qo'lam kelib yetmagan bir payti bir kungina shamol temperaturasida yozganman. Lekin bu she'r o'zimdan she'rga, bu haligi har doim Rauf Barqini bir so'zi bor. Bu shoir bu o'limni toshloqqa kabi yelkasiga olgan odam. Har lahza boshqa bir mavzuda she'r yozasiz, hayot bor, tiriklik bor va o'lim bor. Umrlarda gezayir muzday havolar, ishqalab qabog'ini ko'tarar osmon. Hali silkinadi inja bel o'tlar, o'lgim kelmayapti onajon. Ishq qizlarning ovozi jaranglar munis, ishq desam daftariga sachrab ketdi qon. Sevmasa sevmabdi meni bitta qiz, dunyoda qiskanmi onajon. Garchi men qayg'uli she'rlar to'qidim, axir azob ko'rdim mudom bepayon. Men dunyoga to'ygan yo'q edim, dunyo to'yibdimi mendan onajon.